Bugungi globallashuv va keskin raqobat sharoitida har qanday davlatning barqaror taraqqiyoti avvalo inson kapitalining sifati va uning mehnat bozoriga moslashuvchanligi bilan belgilanmoqda. Kasbiy ta'lim tizimi iqtisodiy o'sishni jadallashtiruvchi, bandlikni ta'minlovchi hamda jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlovchi muhim strategik omil sifatida maydonga chiqyapti. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 23-oktyabrdagi kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha 2026-yildan boshlab 5-may kasb va mehnat kuni sifatida har yili keng nishonlanishi hamda uning doirasida jamoatchilik, ayniqsa yoshlar orasida kasblar jozibadorligini oshirish va kasbiy ta'limni ommalashtirishga qaratilgan tadbirlar tizimli ravishda amalga oshirilishi belgilangan. Samarqandda 5-may kasb va mehnat kuni munosabati bilan tashkil etilgan mana shunday kasblar festivalida viloyatimizdagi 50 dan ortiq texnikumlar o'zlarining yo'nalishlarini bugun bitiruvchi yoshlarimizga taqdim etishmoqda. Albatta, kelajakda jamiyatda yoshlarimiz o'z o'rnini topishlari uchun mana shunday kasblarni ularga taklif etilyapti va yoshlar o'zlari qiziqqan kasb hunarni tanlab bemalol o'sha kasbning ustasi bo'lish imkoniyati yaratilmoqda. Mazkur tadbir aholi, ayniqsa yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish, kasbiy ta'limni ommalashtirish, shuningdek, yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklarga yo'naltirish maqsadida o'tkazildi. Ayni global iqtisodiy tebranishlar paytida mehnat bozorining talablari kun sayin, soat sayin o'zgarib bormoqda. Eskirgan an'anaviy kasblar o'rnini innovatsion, raqamli texnologiyalar va kreativ yondashuvni talab qiluvchi yangi mutaxassisliklar egallamoqda. Aynan shu tizimli muammolarni tubdan hal etish, ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi mustahkam ko'prikni barpo etish maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zining 2025-yil 26-dekabrdagi Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida kasbga tayyorlashning mutlaqo yangi, zamonaviy arxitekturasini yaratish bo'yicha tarixiy tashabbuslarni ilgari surgan edilar. Qabul qilinayotgan yirik davlat dasturlari yoshlarni erta kasbga yo'naltirishdan tortib, ularni xalqaro darajadagi yuqori malakali mutaxassis qilib yetishtirish va kafolatli ish bilan ta'minlashgacha bo'lgan butun bir uzluksiz zanjirni o'zida mujassam etmoqda. Davlat rahbari tashabbusi bilan kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni zamonaviy mehnat bozori talablariga moslashtirish hamda yoshlarni aniq kasb-hunarga yo'naltirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Endilikda kasb o'rganishga nafaqat ehtiyoj, balki har bir fuqaroning munosib hayot kechirishi uchun mustahkam poydevor sifatida qaralyapti. Tadbirda umumta'lim maktablarining 7, 8, 9 va 11-sinf o'quvchilari, ularning ota-onalari, ish beruvchi korxona va tashkilotlar vakillari, shuningdek, viloyatdagi texnikumlar faol ishtirok etishdi. E'tiborlisi, ushbu jarayon ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va yoshlar o'rtasida samarali muloqot maydonini yaratdi. Bugungi tadbirimiz davlatimiz rahbari tomonidan belgilab bergan vazifalar ijrosi, ya'ni 5-may kasb va mehnat kuni tadbirini keng nishonlash maqsadida o'tkazilmoqda. Viloyatimizda 135 dan ortiq kasb va mutaxassislar tayyorlanadi. Bugungi tadbirda 60 dan ortiq professional ta'lim, ya'ni texnikumlar ishtirok etmoqda. Bu tadbirda umumta'lim maktablarining 7, 8, 9 hamda 11-sinf bitiruvchilari keng jalb etilgan. Bundan asosiy ko'zlagan maqsadimiz yoshlarimizni hududdagi real iqtisodiy sohalarda zarur bo'ladigan kasb va mutaxassislarni real jarayonda tanlash imkoniyatini yaratadi. Bu tadbirda bundan tashqari ota-onalar, ish beruvchi tashkilotlar hamda umumta'lim maktablarining bitiruvchilari keng jalb etilgan bo'lib, real holat sharoitda kasb tanlash imkoniyatini yaratib beradi. Bundan tashqari bu tadbirda eng hozirgi zamonda eng zamonaviy kasblardan bo'lgan elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish, quyosh panellarini o'rnatish, endi hozirgi paytda qishloq xo'jalik sohasiga ham juda katta e'tibor berilayotgan bir vaqtda asalarichilik, baliqchilik, sut mahsulotlarini qayta ishlash kabi eng zamonaviy, ya'ni talab yuqori bo'lgan kasb va mutaxassisliklar
namoyishi etilmoqda. Bunda o'quvchilarimiz, ya'ni kasb tanlash imkoniyatiga ega bo'lgan bitiruvchilarimiz real sharoitda shu kasblarni o'z ko'zlari bilan ko'rgan holatda kasb tanlash imkoniyati yaratib beriladi. Bundan tashqari elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish, quyosh panellariga texnik xizmat ko'rsatish bilan bir qatorda IT sohasi, ya'ni axborot texnologiyalariga, sun'iy intellektlarga xizmat ko'rsatish sohalari ham keng yoritilmoqda. Men bu yerga maktabimizda juda ham qiziqishi yuqori bo'lgan o'quvchilarni olib keldim. Chunki bu yerda o'quvchilarimiz juda ham kasblar bo'yicha qiziqishadi. Bulardan juda ham iqtidorli o'quvchilarimiz bor. Hammasi bu yerga kelib tanishib ko'rdilar. Juda ham yaxshi. Hamma ham institutga, oliy ta'limga kirish imkoniyati yo'q, lekin qiziqish imkoniyatlari bor. Va bu texnikumlar nafaqat o'quvchilarimiz uchun, mana shu yetishib kelayotgan yosh avlod uchun juda ham muhim. Bizning o'quvchilarimiz har bir sohaga qiziqishadi. Bu yerda bilamiz, kelajakda yaqin 10 yilda, ya'ni sun'iy intellekt rivojlanishi mobaynida, ya'ni xizmat ko'rsatish sohasi juda ham yaxshi rivojlangan bugungi kunda. Shuning uchun ko'p o'quvchilarimiz tomonidan xizmat ko'rsatish sohalariga va umuman mana shu yo'nalishlarni juda ham ko'piga qiziqish ortib bormoqda bugungi kunda. Albatta bu til, bu dunyo eshiklarini kaliti hisoblanadi. Til o'rgangan shaxs juda katta yutuqlarga erishib kelyapti bugungi kunda yoshlarimiz. Samarqand viloyatida bugungi kunda 60 ta texnikum faoliyat yuritib, ularda 130 dan ortiq zamonaviy kasb va mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlanmoqda. Festival texnikumlardagi imkoniyatlarni keng jamoatchilikka yetkazish, o'sib kelayotgan avlodni o'z qiziqish va qobiliyatini ro'yobga chiqarish, har kim istagan kasbini tanlashiga xizmat qildi. Tadbir doirasida 20 dan ortiq zamonaviy va talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha ko'rgazmalar va amaliy namoyishlar tashkil etildi. Jumladan parrandachilik, sut mahsulotlarini qayta ishlash, veterinariya, asalarichilik, ko'chatchilik, issiqxona xo'jaligi, agronomiya, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, santexnika, elektromontyorlik, moda va kiyim texnologiyasi, sartaroshlik, oshpazlik va karving san'ati, duradgorlik, poyabzal tikish, tibbiyot sohalari bo'yicha kasblar namoyish etildi. Bizlar Samarqand shahar 6-son texnikumi hozirgi kunda kasblar festivaliga ishtirok etyapmiz. O'zimiz kasblar bilan transport logistikasi, IT sohasi bo'yicha, barcha sohalar bo'yicha ishtirok etib, o'zimizda hamkor tashkilotlarimiz bilan mana har bittasini birgalikda dual ta'lim tashkil etganmiz. Bizlar mana shu kasblar festivalida o'sha maktabdan kelayotgan 9-sinf 11-sinf hajmidagi o'quvchilarni o'zimizga qamrab olib 2026 va 2027-yil qabullarni rivojlantirib, ertaga shu yaxshi kasb egalarini chiqarmoqdamiz. Yoshlarimiz juda qiziqyapti. Hozirgi kunda ochiq eshiklar kuni qildik va bizlarda ishlab chiqarish ta'lim ustamiz Murodov Murodjon Xitoy davlatida 15 kunlik amaliyot o'tab keldi va hozirgi kunda Samarqand Adem Master bilan birgalikda ish olib boryapmiz va dual ta'limni o'sha yerga tashkil etganmiz. Bolalar juda qiziqyapti. Maktablardan har bitta maktablardan kelib, qiziqib, ustozlari bilan kelib, o'rganib va bizlarga onlayn qanday topshirish yo'llarini o'rgatib beryapmiz maktab o'quvchilariga. Ayniqsa ish beruvchi korxona va tashkilotlar ishtirokining ta'minlangani festival ahamiyatini yanada oshirdi. Ular o'z sohalarida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar, ishga qabul qilish shartlari, amaliy ko'nikmalar va ishlab chiqarish jarayonlari haqida bevosita ma'lumot berdilar. Bu esa o'quvchilarga mehnat bozoridagi real talablar bilan tanishish, kelajakda ishga joylashish mas'uliyatini oldindan baholash imkonini yaratdi. Texnikumlarning asosiy maqsadi faqatgina bitiruvchilarni o'qitish emas, balki kelajakda ularni zamonaviy kasb egallab, bozorda raqobatbardosh mutaxassisga aylantirish. Ertangi kunimiz bizniki, texnikumlarniki. Chunki bugungi zamon shuni talab qiladi. Bugun texnikumlarimiz qo'shma dasturlarni imzolab, qo'shma dasturlar asosida o'quvchilarni, bitiruvchilarni tayyorlab, chet elga ham yuborishga, mana shu migratsiya orqali chet elga yuborishni ham
yo'lga qo'ygan. Bugun texnikumlarda o'sha chet tilini o'rganishga alohida e'tibor berildi, chunki har bir kasb egasi chet tilini mukammal bilishi bugungi zamon talabi. Faqatgina ingliz tilini emas, balki kelasi yil nemis tili, xitoy tili, koreys tillarini mukammal o'rganishni yo'lga qo'yamiz va o'ylaymanki, bugungi mana shu tadbirimiz kelajakda texnikumni yanada rivojlanishi uchun katta bir zamin yaratadi. Biz bugun juda katta niyatlarda kelganmizlar. Bizlar faqatgina bitiruvchilarni jalb etish emas, balki tayyorlagan mahsulotlarimizni ham bozorga olib chiqib, o'zlarimizga hamkor topishni ham niyat qilib keldik. Mana bugungi Samarqand shahrida bo'layotgan kasb bayram kunlari juda ham kerakli tashabbus. Sababi yoshlarimiz albatta oliy ta'limga o'qishga kirib o'qish kerak, mutaxassislik olish kerak. Lekin kasbda ham kimdir egallab davom ettirish kerak-ku. Mana shu yerdagi shuncha kasblarni ko'rib, men o'zim havasim kelyapti. Chunki bizani yoshlik paytimizda bunaqa sharoit yo'q edi. Xohlasangiz til o'rganib chet elga chiqing. Xohlasangiz bir kasbni ushlab shuni eng zo'r mutaxassis bo'lib, o'zingizning kelajagingizni o'zida boshlab, bitta sex ochib, xohlang sartarosh, xohlang svarshik, xohlang santexnik bo'lib, o'zingizning biznesingizni yo'lga qo'yib deganga imkoniyat juda katta. Faqat yoshlarimiz kasbni tanlab sevish kerak. O'zini sohasini sevgan odam albatta ertaga uni natijasini, mevasini yeydi. Faqat yoshlarimiizga mana shu kasb tanlashda qilinayotgan ishlar, o'rgatuvchi ustozlar hammasiga omad tilab, yoshlarimizga muvaffaqiyat tilaymiz. Ayniqsa hozirgi kunda rivojlanish, sun'iy intellekt, hozirgi texnikaviy zamonada, kompyuter zamonida bular o'zini xohlagan narsasiga erishish mumkin. Faqat bitta ulardan qilinayotgan talab sohani, kasbni sevish, intilish. Texnikumlar tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmalarda o'quvchilar va mehmonlar o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari faoliyati, amaliy mashg'ulotlar jarayoni va zamonaviy o'qitish texnologiyalari bilan yaqindan tanishdilar. Shu bilan birga ustozlar va mutaxassislar tomonidan kasb tanlash, ta'lim yo'nalishlari va kelajak imkoniyatlari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Men yaqinda 15-apreldan 1-maygacha 5 ta xalqaro davlatlardan biri bo'lgan Xitoy davlatida malaka oshirishda bo'ldik. Bu yerda bizlar quyosh panellari o'rnatish va xizmat ko'rsatish bo'yicha amaliyot o'quvlarini o'rganib keldik, malaka oshirib. Biz bu yerda Xitoy xalqini fanga bo'lgan ishtiyoqi, ularning mehnatsevarligi hammasini o'rganib bizlarga ancha bilim oshirish samarali bo'ldi. Hozirgi kunda o'zimizni texnikumda, ya'ni Ishtixon ikkinchi son texnikumida yoshlarga shu kasb yo'nalishini quyosh panellari o'rnatish va ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha amaliyot darslarini o'tib bormoqdamiz. Hozirgi dolzarb zamonimizda yashil energetika tizimi eng kerakli tarmoqlardan biri bo'lganligi uchun hozirgi kunda yoshlarga samarali bilimlarni olib boryapmiz. Yoshlar kelib qiziqish bildirib, bizlardan so'rab, shu yo'nalish bo'yicha o'qishga qabul qilish bo'yicha o'qituvchilar bilan birgalikda kelib shartnomalarni amalga oshirmoqda. Tayloq tumani 2-son texnikumida ishlab chiqarish ta'lim ustasi bo'lib ishlayman. Sartaroshlik va kosmetologiya yo'nalishlari bo'yicha o'tgan oy Koreya Respublikasiga malaka oshirishga bordik. 3 haftalik malaka oshirish davomida u yerda ko'plab yangiliklar olib keldik. Soch turmaklari va inson yuzlariga uxotlar, inson uchun kerakli, yuz uchun kerakli pardoz andozlarni o'rgandik. Bugungi kasblar festivalida qizlarga xuddi shu yo'nalishlar bo'yicha ancha tavsiyalar berdik va ular bizning manzilimizni olishdi. Borib, o'qib, tahsil olib kelmoqchi. Mazkur tadbir yoshlarning kasbga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni amaliy ko'nikmalarga ega qilish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni mustahkamlash va kasbiy ta'lim tizimining nufuzini oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Biz Samarqand tumani 2-Udum maktabidan keldik. Bolalarimni qiziqishlari, kasbga bo'lgan mehrini oshirish uchun keldik. Mana bugun Sevinch qizim meditsina yo'nalishiga qiziqishi baland bo'lganligi uchun u inyeksiya qilishni sal o'rganib oldi. Unga ko'nikmalari shakllandi. Kelajakda undan yaxshi shifokor chiqishiga umidim bor.
Belli odam ichki organizmlarini, bolalar qanday tug'ilishini, qanday yaralishlarini, odam venasiga qanday ukol urishlarini o'rgandim. Uyda ham qon bosimlarini ko'p o'lchayman, uydagilarni. Shu vrachlikka qiziqaman. Festivalda kasblar ko'rgazmasi, professional mahorat namoyishlari, virtual reallik orqali kasblarni sinab ko'rish, xalqaro imkoniyatlar, xorijda malaka oshirgan ustalar bilan muloqot, startap loyihalar, yosh ixtirochilarning innovatsion g'oyalari, dual ta'lim, ish beruvchilar va muassasalar o'rtasida hamkorlik shartnomalari kabi masalalarda muhokama, muloqotlar tashkil etildi. Xulosa qilib aytganda, kasb va mehnat kuni nafaqat bayram sifatida, balki ta'lim, ishlab chiqarish va mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro integratsiyani kuchaytiruvchi muhim platforma sifatida namoyon bo'ldi.